Assalomu alaykum. Aka. Aka sizni ko'rib qoldim-da men hozir. Mana joma muxlisingizman-da. Tashqarida chiqalasizmi aka? Assalomu alaykum. Aka bir quchoqlashib ko'rishib qo'yay. Zo'rmisiz? Salomatmisiz aka, xudoga Ishonmaysiz aka, men sizni kichanaligimda muxlisingizman-da. Qo'shiqlaringizni bitta qoldirmay eshitganman-da. Shuna bitta esdalikka ana biza qishloqqa bitta video jo'nasam bo'ladimi aka sizni? bemalol aka. Va jonli qo'shig'ingiz bor-ku. Zo'r aytadigan qo'shig'ingiz. Bitta sevgi haqida qo'shingizni aytib bering aka. Yangi chiqarganim bor. Yangi chiqammi? Bu shuni ayting aka, sevgan qizni talab ketganda meni mana. Rosa tushadi aka. Yonim. Xo'p, ismingiz nima aka? Jonibek. Jonibek uchun maxsus. Yonim. Nigor. Nigor, talab ketgan qizning oti Nigor. Bo'ldi, Nigor hozir ko'radimi u? Ko'radi aka, u meni talab ketdi-da, tushunasizmi? Ko'radi. Nigor, sen uchun mendan atalgan akamning qo'shig'i bor ekan, eshit. Yonimda qol, to'yib olay ko'zlaringga, menga bugun. Endi qaytmaydi-da u aka. Nigor qaytmaydi-da endi aka u. Bilasizmi, biz muhabbat nimadan tugadi aka? Ikkita tovuq o'lib qoldi-da, shuni uchun tugab ketdi. Aka kulgilimi bu narsa? Ya, hazillashyapti. Aka bir odamning tarix muhabbati sinayapti. Afsus. Qo'shiqni oxirigacha eshitmadingizmi? Aka men dardman eshitdim-da. Dardman aka. Yo, men qarang. Uni juda yaxshi ko'radim-da aka. Biram marotaba xiyon qilmaganman. Rosa qo'shiqni klipiga olsam bo'lardi ekanda siz. Menimi? Klipga chiqarasizmi aka? Ya, endi aytaman-da, u olib bo'lindi klip. Ha, Apple, ammo siz ham izdosa qilasiz aka, odamni Yo, endi. izlasa qilgan. Endi aytaman, aka dardingiz og'ir ekanda. Ya dardim og'ir emas aka, taylab ketganda, lekin mayli endi aka, o'tib ketdi. Bitta qishloqqa girpaga shuni yozib bering. Hamma yangi yilga jo'lsin deb jang. Hoji Akbar akamdan yangi yilga jo'l degan gap. Elyor. Kim? Elyor. Hoji Akbar nima akam birga chiqqanmiz. Siz Hoji Akbar aka emasmi? Yo. Elyor. Birga chiqqanmiz, ko'pchilik aytadi o'zi, ko'pchilik o'xshatadi. Siz ham artistmi? Birga chiqqanmiz, o'sha artist loyihasida chiqqanmiz. Men sizni Hoji Akbar aka deb o'tiribman aka. Yo, ko'pchilik o'zi o'xshatadi. Hoji Akbar O'zmetov bilan bitta qo'shiqni birga aytganmiz-da, o'shaning uchun o'xshatadi ko'pchilik. Shu ko'pchilik aytadi o'zi. Nimasi? Xijolatchiligi yo'q aka, o'rganib ketganman. Sizni ham artist deb o'xshataman aka. Artist emas, o'zi san'atkorman. Qo'shiq aytasizmi? Nima degan qo'shig'ingiz bor aka? Yalala bobo. Endi o'sha vizitniyda, o'sha bilan tanishingiz kerak. Anavmi va Yalala bobo siz aytganmi shuni? To'g'rimi mana? Yo'q. To'xtang hozir. Yo'q, men qarang aka, baxtda bu, baxt. Va g'opiroshlar qara, Yalala bobo qo'shig'ini aytgan haqiqiysini topib oldim. Kim edi? Ro'ziboymi? Otingiz? Yo. Asqar nima dedingiz? Asqar aka, Asqar ismi.